Assalomu alaykum. Bugungi KKI chempionatiga yig'ilgan aziz muxlislar. Ha, KKI nimaga qiziqyapsizmi? KKI bu kim ko'p ichadi chempionatini ochiq deb e'lon qilamiz. Bugungi chempionatimizning asosiy ishtirokchilari bir-biriga o'ta dushman bo'lgan qo'shnilar. Ko'k burchakda O'sak Yafa. Qizil burchagimizda esa İsmat Churre. Arashva peshim gazir po Dakhulche mana iktir faduhani Ambasan baba, jonam basan baba. Yak budas, yak nabudas, yak baba kayfi baba. Ha, ishtirokchilarimizni o'yin maydoniga taklif qilamiz. Marhamat. Arashva peshim khami kofe Bugungi chempionatimizning qonun qoidalari bilan sizlarni tanishtirib o'taman. Birinchi qoida: arog'i kesikon, borjomi chortoq umuman mumkin emas. Ikkinchi qoida: berda ichib, uya borib yangani urish bo'lmasin, qaymi? Uchinchi qoida: hakamlari ichgandan keyin, ya'ni meni umuman so'kish mumkin emas. Pashol naxi? Qay birinchisida kechiraman. Birinchi piyola, fight! Trezmisizlar? Piyolani tekida qoldirish bo'lmasin. Demak, ikkinchi piyola, fight! Mani İsmat Churre. Ana o Jek va Loyapedagi divani yenga olmaydi ichish bo'yicha, tushundingmi? Osh qozonim temirdan. Mani Trezmisizlar? Trezi biza. Piyolani tekida qolmadimmi? Yo'qolib ketdik. Unda uchinchi piyola, fight! Sen hech narsani o'ylama, tushundingmi? Esingdami, u cho'y lambajurlarimiz borganda bizlar Uxlat kantini ichish bo'yicha chempiondik. Uni sen yutqizsan bugun yer tishlatishing kerak, tushunyapsanmi? Bobojon, bir marta eysizmi ichib keluvdi, hammamiz quvonamiz. Ana shu endi iching. Hamma uydagilar hammasi sizni televizordan qarayapti. Ana shu endi iching. Yo'raman! O'yinimiz qizg'in pallaga yetib keldi. Ishtirokchilarimiz hozir 7-piyolani urmoqdilar. Fight! İsmat Churre knockout! 1, 2, 3, 4. Wow, İsmat Churre knockout bo'lmadi azizlar. Va u bizga xarakter ko'rsatmoqchi bo'ldi azizlar. O'yinimizni davom ettiramiz. Bizda уже 8-piyola. Fight!